Agar sizning pensiyangiz ming so'mdan past bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun oddiy gap aytmoqchi emasman. Ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli bo'lgan pulni olmay yurishi mumkin. Chunki pensiya qanday hisoblanganini tekshirtirmagan, ish staji to'liq kiritilganmi yo'qmi bilmaydi. Arxiv hujjatlarini yig'magan yoki imtiyozli qo'shimchalar haqida xabar yo'q. Shuning uchun bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Bu nafaqat sizga, balki ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Men birinchi navbatda shuni tushuntirib beraman. Pensiya miqdori osmondan olinmaydi. Pensiya odatda ish staji, ish haqi, hujjatlar, badallar, lavozim, ayrim imtiyozlar va qonunchilikdagi belgilangan tartiblarga qarab hisoblanadi. Lekin amalda juda ko'p odamlar pensiyaga chiqqanda hamma hujjati avtomatik topiladi. Hamma ishlagan yillari o'zi qo'shiladi. Davlat organlari mening o'rnimga hammasini tekshiradi deb o'ylaydi. Afsuski, hayotda bunday bo'lmaydi. Oldin ko'plab ma'lumotlar qog'oz hujjatlarda bo'lgan. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Kim qayerda ishlagan, necha yil ishlagan, lavozimi nima bo'lgan, ishga qachon kirgan, qachon chiqqan, hammasi daftarchaga yozilgan. Lekin ko'p korxonalar yopilib ketgan, nom o'zgargan, arxivga topshirilgan. Ayrim hujjatlar yo'qolgan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Natijada odam aslida 30 yil ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida 24 yil ko'rinishi mumkin yoki maoshi yuqori bo'lgan yillar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Mana shu sababli pensiya kutilgandan past chiqadi. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashgan. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, tashkilot ma'lumotlari turli bazalarda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin elektron bazaga hamma eski ma'lumotlar to'liq tushgan deb o'ylash xato. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshida ishlaganlar kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktab, tibbiyot muassasasi, xususiy korxona yoki mavsumiy ish joylarida ishlaganlar o'z ma'lumotlarini albatta tekshirtirish kerak. Nima o'zgardi deganda eng katta o'zgarish shuki, bugun pensioner o'zi faol bo'lishi kerak. Menga qancha chiqsa, shuni olaman deb jim yurish yaramaydi. Agar pensiyangiz ming so'mdan past bo'lsa, siz birinchi navbatda nega past degan savolni berishingiz kerak. Bu normal savol. Siz hech kim bilan urushishingiz shart emas. Siz faqat o'zingizga tegishli hisob-kitobni ko'rish, tekshirish va agar xatolik bo'lsa, tuzatishni talab qilish huquqiga egasiz. Men endi kimlar alohida e'tibor berishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi guruh pensiyasi 1000 so'mdan past bo'lgan barcha pensionerlar. Chunki bu miqdor odatda odamda ish staji kam ko'rsatilgan. Ish haqi past davrlar asos qilib olingan. Ayrim yillar hisobga kirmagan yoki qo'shimcha to'lovlar rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Albatta, har doim xato bor demayman. Ba'zan odamning haqiqatan ham rasmiy ish staji kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin tekshirmasdan turib buni bilib bo'lmaydi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida yozuvlari tushunarsiz, muhrlari xira, sanalari chalkash bo'lganlar. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan, lekin muhr boshqa nomda. Yoki lavozim yozilgan, ammo buyruq raqami yo'q. Bunday holatlar pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zi xodimlar o'sha paytda kadrlar bo'limida hujjat yuritish yaxshi bo'lmagani sababli bugun zarar ko'ryapti. Uchinchi guruh bir necha joyda ishlagan, lekin ayrim ish joylari yopilib ketgan odamlar. Masalan, opam 1975 yildan 1993 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin fabrika tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxivda ma'lumot topilmagan. Agar shu yetarli pensiya hisobiga to'liq kirmagan bo'lsa, pensiya ancha kamayadi. Bunday vaziyatda arxiv, hokimlik arxivi, tashkilotning huquqiy vorisi, eski buyruqlar, ish haqi vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari kabi manbalarni izlash kerak bo'ladi. 4-guruh ish haqi yuqori bo'lgan davrlarini hisobga kiritmaganlar. Ba'zi odamlar pensiyaga hujjat topshirayotganda qaysi yillardagi maosh foydaliroq ekanini bilmaydi. Masalan, bir erkak 25 yil ishlagan, lekin oxirgi yillarda sog'lig'i sabab yarim stavkada ishlagan. Agar pensiya hisobida aynan past maoshli yillar asos qilib olingan bo'lsa, pensiya ham past chiqishi mumkin. Bunday holatda o'tmishdagi yuqoriroq ish haqi bo'lgan davrlar bo'yicha ma'lumotnoma topish juda muhim. 5-guruh farzand parvarishi,
harbiy xizmat, o'qish, nogironlik, o'quvchisini yo'qotish, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli lavozimlar bilan bog'liq holatlari bo'lganlar. Bu davrlarning ayrimlari qonunchilikda stajga qo'shilishi yoki pensiya turiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak. Og'zaki aytilgan gap yetmaydi. Men o'sha paytda ishlaganman, hamma biladi. Mahallada guvohlar bor degan gaplar ba'zan yordam beradi. Lekin rasmiy hujjatning o'rnini har doim ham bo'lsa olmaydi. Birinchi misol, Rahima opa 67 yoshda. U 20 yil maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Keyin 7 yil xususiy oshxonada ishlagan, lekin xususiy oshxonadagi ish rasmiylashtirilmagan. Pensiyasi 320 ming so'm chiqqan. Rahima opa men 27 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi hisobida faqat rasmiy 20 yil ko'rinadi. Bu yerda muammo shundaki, og'zaki ishlagan davr pensiyaga avtomatik kirmaydi. Agar xususiy oshxona o'sha paytda rasmiy ishga olgan, buyruq chiqargan, badal to'lagan bo'lsa, hujjat topish kerak. Agar umuman rasmiy bo'lmagan bo'lsa, uni hisobga kiritish qiyin. Demak, Rahima opa nima qilish kerak? Maktabdagi 20 yil to'liq kiritilganmi? Maosh ma'lumotlari to'g'rimi? Texnik xodim sifatida ishlagan davrda qo'shimcha ustamalar bo'lganmi? Shularni tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol. Karim aka 30 yil qurilishda ishlagan, lekin uning pensiyasi 920 ming so'm. U hayron. Men umr bo'yi ishladim. Nega kam? Tekshirib ko'rilsa, 1992 yildan 1998 yilgacha ishlagan qurilish boshqarmasi hujjatlari pensiya hisobiga kirmagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo muhr yaxshi ko'rinmaydi. Bunday holatda arxivdan buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjat olish kerak. Agar 6 yil qo'shilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan bir necha yilning qo'shilishi pensiyani sezilarli oshiradi, ba'zan ozroq oshiradi. Lekin har holda bu insonning qonuniy huquqi. Uchinchi misol. Dilbar opa kolxozda ishlagan. Uning mehnat daftarchasida ish kunlari, mavsumiy davrlar, brigada nomlari yozilgan, lekin hammasi tartibli emas. Pensiyasi 780 ming so'm. Kolxoz davrida ishlaganlar ko'pincha shunday muammoga duch keladi. Ish yili to'liqmi? Mehnat minimumi bajarilganmi? Dalolatnoma bormi? Arxivda hisob-kitob qaydlari bormi? degan savollar chiqadi. Dilbar opa men har kuni dalada edim deydi. Men bunga ishonaman, lekin pensiya hisobida buni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Shuning uchun u tuman arxiviga, sobiq kolxoz hujjatlari saqlanadigan joyga, mahalla yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish kerak. 4-misol. Abdulla aka uzoq yillar zavodda ishlagan, keyin zavod yopilgan. Pensiyaga chiqqanda unga 900 ming so'm tayinlangan. Keyin farzandi bilan birga hujjatlarni ko'rib chiqsa, u 10 yil davomida zararli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkinligi aniqlangan. Agar uning lavozimi va ish sharoiti qonunchilikdagi imtiyozli ro'yxatlarga mos kelsa, bu pensiya huquqiga yoki hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin zavodda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Lavozim nomi, sex, ish xarakteri, buyruqlar, attestatsiya hujjatlari, ish joy ro'yxati kerak bo'ladi. Mana shunday nozik jihatlarni ko'pchilik bilmaydi. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning rasmiy ish stajingiz juda kam bo'lgan bo'lsa, masalan 5-7 yilgina rasmiy ishlagan bo'lsangiz, qolgan davrda uyda bo'lgan bo'lsangiz yoki norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiyaning past bo'lishi tabiiy bo'lishi mumkin. Bu adolatli tuyulmasligi mumkin, lekin pensiya tizimi asosan rasmiy tasdiqlangan mehnat va badallar asosida ishlaydi. Agar siz allaqachon pensiya hisob-kitobingizni yozma ravishda olib, undagi barcha yillarni tekshirtirgan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotlari to'liq qo'shilgan bo'lsa, ish haqi davrlari ham to'g'ri tanlangan bo'lsa, unda yana qayta yugurish shart emas. Lekin men baribir har bir pensionerga hech bo'lmasa bir marta o'z pensiya ishini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki ko'p odamlar tekshirtirdim deydi. Lekin aslida faqat og'zaki so'ragan bo'ladi. Og'zaki javob bilan yozma javob bir xil emas. Agar pensiyangiz million so'mdan sal past bo'lsa ham, baribir katta farq bo'lmaydi deb o'ylamang. Masalan, oyiga 80 ming so'm qo'shimcha chiqsa ham, bir yilda 96 ming so'm bo'ladi. Oyiga 1000 ming so'm qo'shimcha chiqsa, bir yilda 180 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport xarajati degani. Shuning uchun kichik farq ham ahamiyatsiz emas. Eng katta xatolardan biri
Odamlar pensiya tayinlangandan keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida agar yangi hujjatlar topilsa, staj yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha tasdiqlar bo'lsa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Albatta bu avtomatik bo'lmaydi. Siz murojaat qilishingiz, hujjat topshirishingiz, yozma javob olishingiz kerak. Ikkinchi xato faqat mehnat daftarchasiga tayanish. Mehnat daftarchasi muhim, lekin ayrim holatlarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Masalan, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruqdan ko'chirma, arxiv ma'lumotnomasi, tashkilot tugatilgani haqida ma'lumot, huquqiy voris korxona javobi, harbiy bilet, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgargani sababli eski hujjatlar bilan hozirgi pasport ma'lumotlari mos kelmay qoladi. Bu ham stajni tasdiqlashda muammo chiqaradi. Uchinchi xato arxivdan bir marta topilmadi degan javob olgach to'xtab qolish. Men bunday vaziyatlarda ehtiyotkor bo'lishni maslahat beraman. Ba'zan hujjat boshqa arxivda saqlanadi. Ba'zan tashkilot nomi o'zgargan bo'ladi. Ba'zan korxona tuman arxiviga emas, viloyat arxiviga topshirgan bo'ladi. Ba'zan hujjatlar boshqa vazirlik yoki idora tizimida turadi. Shuning uchun topilmadi degan javob yakuniy haqiqat bo'lmasligi mumkin. Siz aniq yillar tashkilotning to'liq nomi, joylashgan manzili, lavozimingiz, bo'lim yoki sex nomi bilan qayta murojaat qilishingiz kerak. To'rtinchi xato hujjatlarni og'zaki topshirish va nusxa qoldirmaslik. Har bir murojaatda ariza nusxasi qabul qilingan sana kirim raqami bo'lishi kerak. Agar siz hujjat topshirsangiz, albatta ro'yxat bilan topshiring. Qaysi hujjatlarni berdingiz, nechta varaq, qaysi sana, kim qabul qildi, shuni bilib oling. Chunki keyin siz bunday hujjat bermagansiz degan vaziyat bo'lishi mumkin. 5-xato, falonchi aytdi, endi borish kerak emas ekan deb ishonish. Pensiya masalasida qo'shni tanish, navbatda turgan odam, hatto ba'zan tajribasiz xodimning og'zaki gapi bilan cheklanmaslik kerak. Sizga kerak bo'ladigan narsa rasmiy tushuntirish va yozma javob. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababi aniq yozilishi kerak. Shunda siz keyingi qadamni bilasiz. Qo'shimcha hujjat yig'asizmi? Yuqori tashkilotga murojaat qilasizmi? Yoki huquqiy maslahat olasizmi? Bir nozik jihatni alohida aytaman. Pensiya kam bo'lsa, bu har doim ham xodimlarning aybi degani emas. Tizimda ma'lumot yetishmasligi, eski hujjatlarning yo'qolishi, korxona arxivining tartibsizligi, fuqaroning o'zi vaqtida hujjat yig'magani kabi sabablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilganda janjal bilan emas, aniq savollar bilan boring. Mening pensiyam nega kam degan umumiy savol o'rniga, mening pensiya hisobimda qaysi yillar staj sifatida kiritilgan, qaysi ish haqi davri hisobga olingan, qaysi yillar bo'yicha hujjat yetishmayapti, qayta hisoblash uchun nima olib kelishim kerak deb so'rang. Mana shunda javob ham aniqroq bo'ladi. Yana bir muhim masala. Rasmiy ish staji bilan umumiy hayotiy mehnat bir xil tushuncha emas. Ko'p onalar uyda bolalarini katta qilgan, dehqonchilik qilgan, bozorda savdo qilgan, oilasiga yordam bergan. Bu ham katta mehnat. Lekin pensiya hisobida aynan qonunda belgilangan tartibda tasdiqlangan davrlar inobatga olinadi. Shuning uchun bugungi yoshlar ham bundan xulosa qilishi kerak. Norasmiy ishlash kelajakda pensiyaga zarar qiladi. Bugun oylikni konvertda olish qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga staj va badal ko'rinmasa, pensiya past chiqadi. Ayollar uchun yana bitta nuqta bor. Agar siz turmushga chiqqandan keyin familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski diplom, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi hujjatlari eski familiyada bo'lishi mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat zarur bo'ladi. Agar nikoh bekor qilingan bo'lsa, ajrim hujjati, yangi familiya bo'yicha ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. Ko'p ayollar aynan shu sababli yugurib qoladi. Hujjat bor, lekin shaxs aynan o'sha odam ekanini bog'lab beradigan hujjat yetishmaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lgan odam hozir nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya hisob kitobingizni ko'rishni so'rang. Buning uchun yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Siz menga pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman mazmunida ariza yozishingiz mumkin. Arizada pasport ma'lumotlari, telefon raqami, manzilingiz va pensiya turini ko'rsating.
Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni to'liq ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha sanalarni yozib chiqing. Masalan, 1902 yil sentabrdan 1996 yil maygacha maktab. 1996 yil iyundan 1995 yil dekabrgacha zavod. 1996 yildan 2004 yilgacha tuman shifoxonasi. Keyin bu ro'yxatni pensiya hisobida ko'rsatilgan staj bilan solishtiring. Agar sizning ro'yxatingizda 32 yil chiqsa, pensiya hisobida 25 yil ko'rsatilsa, demak 7 yil bo'yicha savol bor. Uchinchi qadam, har bir muammoli davr bo'yicha hujjat qidiring. Agar tashkilot hozir ham ishlayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotdan ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga. Tegishli vazirlik yoki idoraga murojaat qiling. Arizada tashkilot nomini iloji boricha to'liq yozing. Eski nomi, yangi nomi, joylashgan manzili, ishlagan yillaringiz, lavozimingizni ko'rsating. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini alohida izlang. Faqat ishlagan degan hujjat yetarli bo'lgan holatlar bor, lekin pensiya miqdorini oshirish uchun ish haqi ma'lumotlari ham muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa siz bir davrda yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, o'sha yillar bo'yicha ma'lumotnoma topishga harakat qiling. Masalan, 1992 yillarda yuqori razryadda ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya hisobida keyingi past maoshli davrlar olingan bo'lsa, bu qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. 5-qadam, hujjatlarni tartib bilan papkaga joylang. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi hujjatlari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar alohida bo'lsin. Har bir nusxaning aslini ham yoningizda olib boring, chunki solishtirishlari mumkin. 6-qadam, qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Ilova sifatida falon yillar bo'yicha ish stajimni va ish haqimni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etyapman. Keyin hujjatlarni ro'yxat qilib yozing. Arizangizning bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 7-qadam, javobni kuting va natijani tekshiring. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, qaysi sanadan boshlab qancha miqdorga oshgani, qo'shimcha to'lov hisoblanganmi? Shularni bilib oling. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Hujjat yetarli emas, bu davr stajga kirmaydi, ma'lumot tasdiqlanmadi kabi sabablar ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz, keyingi harakatni aniq qilasiz. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki huquqiy maslahatga murojaat qiling. Ba'zan oddiy xatolik bo'ladi. Ba'zan qonunni noto'g'ri tushunish bo'ladi. Ba'zan esa haqiqatan hujjat yetarli bo'lmaydi. Har bir holatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga bitta daftar tutishni maslahat beraman. Unda 3 ta jadval bo'lsin. Birinchi jadval barcha ish joylari, sanalari, lavozimlari. Ikkinchi jadval qaysi hujjatlar bor, qaysilari yo'q. Uchinchi jadval qayerga murojaat qilindi, qachon murojaat qilindi, qanday javob olindi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta yordam beradi. Chunki hujjat qidirish jarayonida odam adashib ketadi. Bir arxivga borganini unutadi. Bir tashkilotdan javob kelganini topolmaydi. Bir hujjat qaysi papkada ekanini bilmaydi. Atatib bo'lsa ish tezlashadi. Farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiyasi past bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Katta yoshdagi odam navbatda charchaydi. Savolni to'liq bera olmaydi. Xodimning javobini tushunmasligi mumkin. Siz birga boring, lekin ota-onangiz nomidan gapirayotganda hurmat bilan. Qonuniy tartibda ish qiling. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Hamma joyda men farzandiman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana bir amaliy maslahat, hujjatlarning sifatli nusxasini qiling. Xira kesilgan, sanasi ko'rinmaydigan nusxalar muammo chiqaradi. Telefoningizda ham surat qilib saqlang, lekin rasmiy topshirish uchun odatda qog'oz nusxa kerak bo'ladi. Hujjat topshirganda aslarini berib yubormang. Agar alohida talab bo'lmasa, asl hujjat sizda saqlangani ma'qul. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, pensiyangiz ilm-ilmiy so'mdan pastda bo'lsa, jim o'tirmang. Birinchi navbatda pensiya qanday hisoblanganini bilib oling. Ish stajingiz to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'rimi?
arxiv hujjatlari yetarlimi? Familiya o'zgarishi yoki imtiyozli davrlar hisobga olinganmi? Bularning hammasini tekshiring. Siz hech kimdan ortiqcha narsa so'ramayapsiz. Siz faqat o'zingizga qonun bo'yicha tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan miqdorni aniqlashtiryapsiz. Men yana bir bor aytaman, har bir holat alohida ko'riladi. Kimdadir pensiya haqiqatan to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Kimdadir esa bir dona arxiv ma'lumotnomasi, bir dona ish haqi hujjati yoki bir necha yil stajning qo'shilishi pensiyani oshirishi mumkin. Shuning uchun tekshirishdan erinmang. Bugun qilinadigan harakat ertaga har oy qo'shimcha daromad bo'lib qaytishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz 1 ming so'mdan past bo'lsa, izohlarda yozing. Qancha pensiya olasiz? Necha yil ishlagansiz? Qaysi yillar bo'yicha hujjatingiz yetishmayapti? Boshqa tomoshabinlar ham o'z tajribasini yozsin. Chunki bir odamning tajribasi boshqasiga yordam beradi. Videoni like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni tushunarli qilib aytib beraman.